Agar sen nolda bo'lsang so'rashadi, "O, kimsan?" Agar qarzda bo'lsang so'rashadi, "Qattasan?" Agar begona bo'lsang so'rashadi, "Qatlisan?" Agar pul topib qolsang so'rashadi, "Qalisan?" Bu to'r qatori boshlanishi. Foydalanadi har eshikni ochadigan faqat ikkita so'z bizdan, bitta so'zingizga va bitta so'zingizdan. Inson tabiati shu soxtalik ketidan quvar. San qo'lingni yumaysan, qo'llaring bir-birini yuvar. Onalar mehr berar, maktabchi ta'lim berar, qanchalik inkor qilmagan tarbiyani ko'chadirar. Aytishadi hammada baxt bir-birinikidan farqli. Kimda tug'ilgan kuni ko'proq bo'lsa o'sha baxtli. Hayot nadomatli, har bir ish alomatli. Tog'dan baland boylik bo'lsa ham qimmat salomatli. Qizlar oldin shahzodasan kuchisharni bilishmaydi, keyin hayron bo'lib nega shahzodalar ish qilishmaydi. Qancha inson ko'chada, tirikchilik ilinjida, lekin hamma ham aytmaydi yashashim qiyin juda. Kimlardir nola qilsa, kimlardir bardosh qilar. Hayotda inson ikki xil, faqat sen va boshqalar. Hech qachon